Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz shu haqida batafsil so'z yuritadi. Sessiyada xalq deputatlari, viloyat kengash deputatlari, viloyat hokimligi mas'ul rahbarlari, tegishli tashkilot va idoralar vakillari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyada dastlab Bog'ot, Gurlan va Qo'shko'pir tumanlarida aholi yashash va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun qulay muhit yaratish va infratuzilmani yaxshilash orqali og'ir toifadan namunali hududga aylantirish qaratilgan kompleks rivojlantirish dasturi to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Ushbu tumanlarni kompleks rivojlantirish uchun joriy yilda davlat va mahalliy byudjetdan jami 180 milliard so'm, shuningdek 115 ta og'ir toifadagi mahallalarga 6 milliard so'm mablag' ajratish belgilangani qayd etildi. Deputatlar fuqarolar turmush darajasini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish bilan bog'liq rejalarni atroflicha muhokama qildilar. Dasturni amalga oshirish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar yuzasidan mas'ullarning axboroti tinglandi. Sessiyada shuningdek deputatlar murojaatlar bilan ishlash, hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish borasida viloyatda amalga oshirilgan ishlar, bu boradagi chora-tadbirlar, dasturlarning amaliy ijrosi yuzasidan mas'ullarning hisobotlari tinglandi. Mazkur masalalar bo'yicha deputatlarning fikr, mulohazalari eshitildi. Shu o'rinda mazkur masalalar bo'yicha muhim ma'lumotlarni raqamlarda keltirib o'tsak, hisobot davriga ko'ra virtual va xalq qabulxonalariga Xorazm viloyatidan jami 47.272 ta murojaat kelib tushgan va bu ko'rsatkich o'tgan yillarga qaraganda 18.8% ga kamaygan. Shular orasida huquqbuzarliklar haqidagi xabarlar, moddiy yordam, pensiya ta'minoti, sud qarorlari ijrosi, aliment hamda qarz undirish bilan bog'liq masalalar eng ko'p ko'tarilgan. 2025-yil davomida 45.592 ta kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish maqsadida jami 86.519 ta xizmatlar ko'rsatilgan. Amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyatda ishsizlik darajasi 5.4% dan 4.17% ga, kambag'allik darajasi esa 11.9% dan 6.7% ga kamaygan. Deputatlar ushbu yo'nalishlarda qilinishi rejalashtirilgan ishlarga e'tibor qaratishdi. Bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan fikr, mulohazalar tinglandi. Shuningdek, sessiyada Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasining kredit mablag'lari hisobidan shoshilinch tibbiy yordam xizmatini takomillashtirish bo'yicha loyiha konsepsiyasi deputatlar tomonidan tasdiqlandi. Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki ishtirokida amalga oshirilgan respublika bo'ylab umumta'lim maktablarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasi doirasida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokida amalga oshiriladigan loyiha ham deputatlar tomonidan ma'qullandi. Shuningdek, sessiyada viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi boshlig'ining joriy yilda rekonstruksiya qilinadigan va ta'mirlanadigan ko'priklar va yo'l o'tkazishlar ro'yxati, 2026-yilgi mahalliy byudjet, viloyat hokimining sessiyalar oralig'idagi ayrim qarorlarni tasdiqlash va shu kabi boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Sessiyada ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyani xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Oltiboy Rajabov olib bordi.